Bolalarim bu hayat ekanda. Mana 76 yoshga kiribman, dam olishga keldim. Nevaralarimni sog'indim. Kelishmayapti, nevaralar. Ha, sog' bo'lsin. Kelib qolar. Men ham shu yoshimda Toshkentlarga bir aylanishga kelgan edim. Bolalarim sanatoriyaga olib kelishdi. Nasib bo'lsa, sog' salomat o'ynab kulib yurishgan bo'lsin-da. Onasi keldik mana o'sha o'rtog'im aytgan joyga. Kirib ko'raylik, men qog'ozlaringni ko'rsataylik, men emirtalaringni ko'rsataylik. Chiqmagan jondan umid. Yurchi, og'aynim onasi tuzalib ketdi o'sha yerdan. Rostdan, Yur, dadasi. yur, rostdan, ehtiyot, sekin. Voy dadasi. Yur, sekin. O'zi doktorga ham boraman. Ha, endi yaxshi bo'lib ketasan, xudo xohlasa. Xuddi shifo topamanmi dadasi? Topasan. Assalomu alaykum. Xo'rmang, yaxshimi, charchamayapsizmi? Doktor akamiz bormi? Borda, kelinglar. Assalomu Yordammi? Mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktor aka bormi? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Shu ko'rmaysizmi bir tekshirib qo'yishingiz. Men qog'ozlarni ham olib keldim, bir og'aynim jo'natdi. Og'aynim onasi shundan shifo topib ketgan ekan, qo'yingchi. Hatto qog'ozlarni ham borman. Qancha og'riq? Bormagan joyimiz qolmadi doktor. Xo'jayinim boshqa joylarga ham boruvdi. Hech yaxshi bo'lmadi. Sizga keldik. Bunga juda yig'lamang. Xudo xolasa bu bel og'rig'i kasallik emas bu. Bu sindrom bu. Xudo xolasa yaxshilab davolab beramiz. 4-chi, 5-chi, 1-chi do'ng'izasida sal o'zgarish bor ekan. Qani kushakaga nima qilib qo'yaylikchi? Endi xudo xolasa men hozir nazarchalar qilib beraman. Shu nazarchaning asosida davolaymiz. Shu davolash mashqlari, fizioterapiya, bel umurtqalarini mana shu o'rmit professional apparat yordamida belni tortamiz, o'rmit kineza yordamida bel atrofidagi muskullarni bo'shashtiramiz. Keyin parafin, massaj shularni olib, xudo xolasa
yaxshi qilib jo'natamiz sizni. Endi buning uchun bir hech bo'lmaganda 10 kun, ko'pi bilan 12 kun davolashga to'g'ri keladi. Bu bilan birgalikda immunitet ko'targani vitaminlar, keyin shamollashib oladigan dori-darmonlarni ham qo'llaymiz. Ularni men hozir yozib qizlarga beraman, qizlar shu asosda davolaymiz. Xo'pmi? Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi joyga olib kelibsiz. Doktorjon, rahmat. Iloyim tuzalib ketdik. Ilohim, yur mana Rahmat doktorjon. Salomat bo'linglar. Xo'p. Hozir shundan kiraman, kartalarni to'ldirib, ular shu asosda qilasiz. Xabarlarni joylashtirib bo'ldi. Rahmat doktorjon. Rahmat. Kechirasiz doktor, ismingizni ham so'ramaymiz. Meni ismim Allohnazar Baratovich. Men shu sohada 21 yildan buyon mana shu faoliyat yuritib kelamiz. Mana biz davolagan bemorlarimizda resipidlari yo'q hisobi desak bo'ladi. Agar bizni shu aytganlarimizni qilib yursa, hech qanday grijadan asorat ham qolmaydi. Hammasi joyida bo'ladi. Bu operatsiya, boshqa narsa to'g'risida umuman o'ylashga hojat yo'q. Puli yo'q. Mana zo'r joylarga joylashmoq yo'q. Больницада biza. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Yaxshi rahmat. Kimga keldinglar? Manzur opamiz oldiga keldik. Onajon ancha yaxshilar. Ko'rishinglar mumkin. Ahvollari yaxshi bo'lib qoldilar. Kelganlarida juda ham ahvollari og'ir edi. Hozir yaxshilar. To'lovlarini hozir ko'rib beraman. To'lovlarini yarmini qilib qo'yganda, qolganlarini to'lov qilib qo'yish kerak. Yarmini siz qilasiz. Iltimos qilamiz. Qilasiz. Keyin gaplashamiz. Nimaga bunaqa qilyapsan? Nimaga? Faqat ma'lum. Yurkingsan. Mani oilam bor, mani oilam bor. O'zi qilgan, qachongacha joyga tegdik. Bolitsiyada biza. Pulim yo'q mani. Pulim yo'q. Mani oilam esa, mani oilam bor. Mani ham uzun planlarim bor. Mani yerib pul bermaydi. Sen erkaksan. Bo'ldi qilinglar, bolitsiyada ham urishurasizlarmi? Agar oyga nimadir bo'lsa, ikkalanglar ham javob berasizlar. Dada, paramni pul beravering. Pulish ko'p-ku. Sanjibda. Yo'q. Ana, bola haqiqatni gapiradi. Puli ko'p dedi-yu, uyalmaysan bu kerak. Yosh bola gapirdi. Yosh bola haqiqatni gapiradi. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Ona senga kerak bo'lmasa, ona menga kerak. Pul topasan, tamom. Topinglar.
tezroq tuzalib ketsa edim. Allohga shukr, mana shu shifoxonaga kelib dardimga ancha shifo berdi. Oyoqlarim ishlayapti. Hech kim bolani xursandmiz. Allohga shukr. Shifokorga rahmat. Haqiqat bor ekan. Mana oyoqlarim ishlab ketdi. Betdagi hamshiralar, hamma mutaxassislarga shifokor rahmat. Mana hozir farzandlarim olsa, xursand bo'lishadi. Kelganimda bir o'zimga shukur. Xudo xohlasa xursand qilaman bolalarimni. Buni qo'shniga aytaman.
munisipa mani so'rab kelishmadimi bu? Sizni o'zingizlar kelishuvdi. Ukangizlar menimcha ko'rgani kelishibdi. Baraka topishsin. Sizdan xavotir olishib kelishibdi. Ukam ham yaxshi, singlim ham yaxshi ish qilib ikkalasi yoshligidariz urushardi-da. Bugun ham urushmagan bo'lsa bo'ldi-da munisipa. Mayli, rahmat. Sizdek opalari boriga juda xursand bo'lishib Kelishdi-da. kelishdi. Ha, mayli. Sizni ko'rgani yo'qlar. Qo'lingiz juda ham yengillar. Baraka toping. Men bir nima so'ramoqchi edim munisipa. Oldinbek. Doktorda ismlari Alloh nazariga ekani. Menimcha Alloh nazari tushgan shekilli. Shunaqa qo'llari yengil, kiyganimda oyoqlarim ishlamayotdi. Borilarga shukr. Sog' bo'ling. Umringlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsanglar. Doktorimizning qo'llari juda ham yengil. Bolalarim nima qilishayotgan ekan? Ishqilib tinchlik bo'lsin. Singlim bilan ukam ham janjal to'polon qilmasa bo'ldi, shu yerga kelib. Oyimni ham chaqiramiz xudo xohlasa. Lekin juda ham shifo topdim. Ular umrlari uzoq bo'lsin, shu yerdagilarni baraka topishsin. Allohim o'zingga shukr. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bolam yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sonlaring yaxshimi? O'qishlaring yaxshimi? Oyi, yaxshimisiz o'zingiz? Ha, bolajonim. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Adang tuzukmilar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshilar, rahmat. Vaqtida ovqat yeyapsizlarmi, bolam? Ha, Ukang yaxshimi? O'qishlari yaxshimi, bolam? ha, yaxshi ukaman. Ha, xolang bilan tog'ang bilan kelding, bolam? Xolam bilan tog'am almashdi. Xijiveron qilib shu pulimiz yo'q degani ustimizdan kulish degani emas-da, oyi. Nimaga, nima deyishyapti, bolam? Shu urishyapti-da, pul problema qilib bu yarimini san, yarimini men deb to'lab. Ha, bolam, mayli, siqilma, bolam. Adang o'zlari to'laverarlar, siqilma. Oyijon, Ha, bolam. xudo xolasa katta bo'lib ukam bilan o'zimiz sizni kurortlarga, shaharlarga shunaqa yaxshi больницаlarga yotasiz, sanatoriyalarda. Xudo xolasa ko'p pul topib olib boramiz sizni ham. Voy bolam, o'zim aylanib ketdingsan-da. Boraqa, xolang bilan tog'ing xijiberon bo'lmasa yana. O'zim aylanay, o'zingni ehtiyot qil, ukangga qara, xo'p, bolam? Xo'p. Voy, sen yaxshi ko'raman. Yaxshi bor, bolam. Xo'p. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xo'p. Kuyovim yaxshimi? Yaxshi, rahmat opajon. Yana bir nima eshitib qoldim. Mana to'g'ri chiqmayapsan, ishqilib. Ukamni opa. Har doimgidek. Yana pul muammosida. Sevinch. Hozir pochchangni ishi yurishmayapti ozgina. Hozir yarmi to'lab qo'yuvdilar. Opa, Doniyor ukam bor-ku, boya eshitib qoldim-da. Xotiniga telefon qilib, senga uni olib beraman, buni olib beraman deb rosa gaplashdi. Lekin sizga qolganda opajon, pul ber uka, opam davolatamiz desam pul bermaydi umuman. Mening sharoitim yaxshi emas. Mana pul bergin, pochchangni ahvoli yaxshi emas, ishlari yaxshi emas desam, menga ham pul bermaydi opajon. Nimaga bunaqa bu ukamiz? Sevinch. Pul berib tursa bo'ladi-ku, opa. Nimaga? Mana misol uchun ayol kishiman, qachongacha opajon? Siz opasisiz. Sevinch. O'zi o'g'il bola qilish kerak. Men qilmayman opajon sizga. To'g'ri, men opamsiz, jigarmisiz, men yordam beraman. Endi u opajon pul bermagandan keyin men ham topishga majburman-da, opa. Sevinch. To'xtaga. Opajon? Mazam bo'lmayapti. Sevinch. Opa sizga nima bo'ldi? Chaqir. Opa, doktor?